yangi partiyalar kelishdi boshlandi xudo xolasa. Yangi sotgan kelaverasizlar. Qurridan kelyapti mollar. 500 mingga. Ilohim xudo bersa, keyin mana shu nimalar ekan, mana ko'ryapti. Xursand bo'lib oldilarmi 30 ming 500 ga. 500 ming o'tib ber. Ha? Ammo ayol kishi bilan kimlarga kelganlar 31 millionga majlisga ketib, elanib turishga 31,5 ga beraman deganman. To'g'ri. Baraka qilib qo'yinglar. Mo'molim aka yemasa, ichmasa, tepsa, ustsa o'zini o'zi yemib qo'ysa, maniki endi 1 kun, 2 kun, 3 kun misol joy boy tanlashi mumkindir. Misol uchun mo'molda 15 kun sinov beryapman, 10 litrga tushirisham, 20 litrga chiqarisham, suti oxirinda. Bu bergan puling bola chaqamga yaxshilik kunimga buyursinmi aka? Uy molga to'lib 100-sigirda ham yorug' yuzda sotaysan. Bor baraka Alloh rizqlantirsin, seni ko'payman, keyin ko'payib ketsin seni. Yaxshi molimiz 30 million 500 ming so'mga baraka top bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin. Aka, mana molim yemasa, ichmasa, tepsa, ustsa, o'zini o'zi yemib qo'ysa, 15 kun ichida meniki. Alloh qancha rizq bergan bo'lsa, 100-sigirda ham yorug' yuzda sotaysiz, boring baraka. Necha pul bo'ldi? 27 million. Mana bir bilan zakalatda o'g'lim dushanba kuni mana shunaqa ketishadi. Yaxshi molimiz 27 million so'mga sigirimiz baraka top bo'ldi. Bo'lachasi oldida ikkinchi qoringa. Olganga sotganga barakasini bersin. Birinchi pochini olyapti, 35 tomonimizda birinchi pochini olyapti, o'shaning uchun oladi. Martabcha gapiringiz ota. Yo'q, shart martabcha gapiring bo'ldi. Shart bo'lib qo'ydi o'rtasi. Bitta mana qilay, 28 men 800 ming o'tganmiz, men 800 ming o'tdim sizga aytgan bilan. Nech pul aytgan bo'lsam, 200 ming qo'shaman, 800 ming o'tib beraman. 27 bo'lmasa? Ha, 28,5 milliondan 800 ming ayirib olsa 27 million 700 ming bo'ladi. Siz 200 ming qo'shganingizga tantili xolos bu. 800. Oling, yo'q, dangallik qilyapti, oling. Xursandchilik bilan oldingizmi? Yo'q, oling. Endi bitta martlik qilaman, anaqa emas. Qancha odam to'plandi, qancha odam yo'q. 27,5 millionga 100 gacha olib borib beraman, martlikka. Oling endi. Oling. Oling. Boshqadan baraka qilib qo'yindi, o'ladi bu endi, boshqa chiroyli qilib. Mana molim yemasa, ichmasa, tepsa, ustsa, o'zini o'zi yemib qo'ysa, yo'talib tushirsa 15 kun ichida meniki maktab 20 ta erkak turibsiz-da. Mana molimni 10 litr rizq bergan bo'lsa, sizga 10 litr, 20 litr rizq bergan bo'lsa, 20 litr sut sog'asiz. O bo'zayini sog' salomat ko'ryapti, ichini buzib qo'ysangiz, men bo'ynimga ola olmayman uni. Misol uchun video boyishda ham oxirida ham mana bergan pulingiz bola chaqamga, yaxshilik kunimga, ulg'aygan kunlarda xursandchiligimga ishlataymi? Oxiringiz molga to'lib, menikidan ham ko'payib ketsin. Boring baraka. Sigirimiz 27 million 500 ming so'mga baraka top bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin.